Şarkı Türkistan Medeniyet ve Uçur Merkezi'nin reisi Abdücelil Karkaş Efendi, Filistin'deki bombardımanlar sebepli İsrailiyani ayıplayotgan Türk ve İslam dünyasının Uygurlar uçurgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilayotganligini ayıpladı. Türkiye Devlet Reisi Erdoğan tönügün Türkiye parlamentida qilgan so'zida butkul G'arbning Hamasni terrorlik tashkiloti deb qaraydiganligiga ishorat qilib, İsrailiya ve dunyoga xitob qilib, "Ey İsrailiya, sen bir tashkilot bo'lishing mumkin. Bu G'arbning sana nurg'un qarzi bor, ammo Türkiye sana qarzdor emas. Hamas bir terrorlik tashkiloti emas. Ziminlari va xalqini qo'g'dash ko'rishib berayotgan bir tashkilot, bir mujohidlar guruhidir" degan edi. Abdücelil Karkaş Efendi bayonotida Uyg'urlar yillardan buyon uchrayotgan zulmning Türk va islom dunyosida nazardan soqit qilinganligini ta'kidlab, Uyg'urlarmi o'zining haq-huquqlarini qo'g'dash uchun kurash qilmoqda. Uyg'urlar necha 10 yildan buyon Xitoyning zulmiga uchradi va G'arb dunyosida nurg'un davlat buni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Afsuski, Türk va islom dunyosi davomli Xitoyni qo'llaydiganligini ta'kidlab keldi. Amaliyotda Uyg'urlar ham Türkdir, ham musulmondir dedi. Kommunizm Qurbonlari Xotir fondi jamiyatining nopozliq tadqiqotchisi Adrian Zenz tönügün e'lon qilingan yangi tadqiqot maqolasida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur majburiy emgikini va Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkashni davlat strategiyasi sifatida va maxfiy shaklda berayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Adrian Zensning emgakchi yo'tkash orqali nomrodlikdan qutuldirishning hukm xarakterlik o'zgarishi nomli tadqiqot maqolasida Sharqi Turkistondagi emgak kuchlarini yo'tkash siyosati atrofli tahlil qilingan bo'lib, Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatadigan ta'siri va xalqaro siyosatning inkosi cho'nqur yoritilgan. Butun dunyoning diqqati rayondagi og'ir kishilik huquq tafsirlichiligiga markazlashganlikdan Xitoy Uyg'ur yoshlarini emgak kuchlarini yo'tkash nomida Xitoy o'lkalariga yo'tkashni kuchaytgan. Xitoy emgak kuchlarini yo'tkash va nomrodlikdan qutuldirish nomida xalqaro emgak tashkilotining nizomlarini suiiste'mol qilib, Uyg'urlarni majburiy emgakka solishni davomlashtirgan. Xitoy Sharqi Turkistonni butunlay xitoylashtirish, Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini Xitoyga yo'tkashni tezlatish va Xitoy oqqullarini ko'chirib kelishini kuchaytirish uchun Sharqi Turkiston bilan Xitoy o'lkalari orasida havo va quruqlik qatnashini davomli ko'paytirayotgan bo'lib, buning jumlasidan Suchanya-Andin Sharqi Turkistonning qog'iliq tutishdan yuqori sur'atli tashyo'l qurilishining Suchan bo'lagi Kangdang Palmatiga 1-nomerlik tonnelining 10 tonneli tutashtirilgan. Xitoy iqtisod xabarlari to'g'rining 23 oktyabr xabar qilishicha, yoyi yuqori sur'atli tashyo'lining Kangdang chegarasidan o'tadigan bo'lagidagi Palmashan 1-nomerlik tonneli Suchan Ganzi oblastining Kangdang shahriga joylashgan bo'lib, Kangdang shahrining Shinxan kentidan boshlanib Palmashan kentida oxirlashadi ekan. Sol tarafdagi tonnelning uzunligi 8865 metr, o'ng tarafdagi tonnelning uzunligi 8780 metr bo'lib, eng cho'ng ko'milish cho'nqurligi 1250 metr ekan. Navbatda yoyi yuqori sur'atli tashyo'lining Kangdang chegara liniyasi turi tonneli qurilishi jami 28250 metr tamomlangan. Amerika prezidenti Joe Biden Janubiy dengizdagi talash-tartishlik suvda Xitoy va Filippin paraxotlari so'qilib ketgandan keyin davlatining Filippinni qo'g'dash va'dasini ta'kidladi. Biden Oqsaroyda Avstraliya bosh ministri Antoni Albanese bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Janubiy dengizdagi talash-tartishlik rayonida yuz bergan so'qilish haqida so'z qildi. Biden Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atlantida va paraxotlarning voqea yuz berganda rayonda xatarlik va qonunsiz harakat qilayotganligini bayon qildi. Türkiye'nin Beycan'da turishliq bosh elchisi İsmail Hakkı Musa Xitoyning Xi'anda o'tkazilgan Ipak yo'li xalqaro aloqa munbarida so'z qildi. U Türkiye'nin 2019-yil e'lon qilgan yangidan Osiyo tashabbusining Osiyodagi sheriklari bilan siyosiy, ijtimoiy, madaniyat va iqtisodiy jihatdagi yangi ko'z qarash bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirishni maqsad qilganligini bayon qilib, Xitoy tabiiy holda bu tashabbusning markazida dedi. U mundaq deb ko'rsatgan: Xitoyning qadimiy poytaxti Xi'an ilgari qadimgi turklarni o'z ichiga olgan o'xshamagan xalqlarning uchrashishi va birikish nuqtasi bo'lib, ikki xalqning ajdodlari Osiyo bilan Yevropani tutashtiradigan bexatar va muqim qatnash liniyasining insonlar uchun muhimligini to'nib yetgan. Xitoy Turkiston jo'g'rafiyasidagi davlatlarga mablag' to'siqi orqali iqtisodiy jihatdan davomli ta'sir ko'rsatmoqda. Egilinishcha, Xitoy bu yilning oldingi 6 oyida Qirg'izistonga 102 million dollar mablag' sag'an. Qirg'iziston Ministrlar Kengashining 25 oktyabr e'lon qilgan bayonotida Ministrlar Kengashining raisi Aqilbek Jafarovning 24 oktyabr Bishkekka rasmiy ziyoratga kelgan Xitoy bosh ministri Li Chang bilan uzun ko'rishganligi bayon qilingan.